Bir dana pasport evaziga hech qanday foizsiz to'g'ri chiqarib berib tursak trekkinden. Her bir günne 118.166 son to'lab yursangizlar bo'ldi. Doğru geladi bir gün işi bitib ketadi. Ava. Endi trekker avtomashinasini bir dana pasport evaziga doğru gelasan hech qanday foizsiz to'g'ri rasroshga xarid qilib ketaverasiz. Boshqa hech qanday ma'lumotnoma, sprepga hech narsa kerak bo'lmaydi. Bir dana pasport bo'lsa bo'ldi. Yurttaşlara Tracker avtomobilini bir pozitsiyasi, yani LS Plus variantını misalında görüp veremiz. Şuradan məlumatnama, Musurdan karşı bağ, diyen xat, put hech narsa gerek miydi? Necha so'm to'lash kerak buni? Eldinden buna 114 milyon 421 milyon to'laysizlar. Ava. Keyin bir oylığı 3 milyon 551 milyonla. Günlük ise her bir günne 118.366 son to'lab yursangizlar bo'ldi. 118 ming so'm pul başka topsa bo'ldi narsa kunda. gerek miydi ava? Tushunarli ava. Bundan tashqari avtomobilni xarid qilganingizdan keyin, ya'ni notarialni yarovi bo'ladi, mashinani bo'lgani boshqa vaj kerak miydi? Yarova qo'yiladi, unda faqat turmush o'rtog'ingiz kerak bo'ladi. Boshqa ma'lumotnoma, xat hech narsa kerak emas. Doğru geladi bir gün işi bitib ketadi. Ava, bemalol. Salomat bo'ling. Zahmat, Salomat, salomat Sahatlar bo'lasiz. yurib qo'yasiz. Bunu muhabara arasmi? Her sabah ne destek. Ama endi men tushundim qolgan, ne deysin? Esa kreditlarga qaramay, bahramam yetdi. Yaxshi, yaxshi. Hurmatli obunachilarimiz ko'rib tursa, xudo xolasa kundan 118 ming so'mdan trekker mashinasini xarid qilib ketaverasiz. Bir dana pasportlaringiz bo'lsa bo'ldi. Kelasizdan Xorazm avtotek xizmatiga kelasizda, yana tayyor turibdi, xudo xolasa bemalol izzat paydo beraverasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.